Assalomu alaykum. Biz o'zimiz kanalga turganchilar sog'lom. Bugun Turkiya dehqon bozorida hunardan tayyorla geldik, xudo xolasa. Ajoyib bir gap bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'jalar kerak vajlar bilan haqida tanishtirib o'tamiz. Shundan boshlaylik. Ne bu narsalardan? Gapir aytib o'tish shu narsalarni baholam. Akimiz 15.000 so'm. 15.000 so'mdan plasmas Bu ichida. yaxshichilikdan. Endi turib bosgan vaqtida oyoqda qolib ketsam hech narsa bo'lmaydi. Mashalloh. O'zini shakliga kelaveradi. Hech bo'lmaydi bu narsa. Sinf ham qolmaydi. 15.000 so'm. 15.000 ga nima bular? Endi bunchalik leganimiz bor. Legan 10.000 so'm bu. Mana shuni hech narsa bo'lmaydi. Maldan yaqinda qolib ketsam hech narsa bo'lmaydi. Buncha so'm deding? 10.000 so'mdan beradi. 10.000 so'mdan berasan buni. Молодец. Xo'p. Damirlaganlarimiz bor. 30.000 so'm 25 dan beramiz. 30.000 25 dan berasizlar. Balandlaganlarimiz bor. Va 25.000 so'm. 25.000 so'm ha? O'zingiz qo'lda zatilganmi? Yaxshi. Mana bularni 5 dan. Tunchi o'choqlarimiz 7 tunchasi bilan 250.000 so'm. 250.000 so'm shu turish ha? Qalin materialdan bormi? Material bochkadan ishlangan. Aha. Qaytib kelishib beramiz. Xo'p. Bularni cho'qlarini ayt. Cho'qlarimiz 1000 so'm, 1000 so'm, 5000 so'm, bu 8000 so'm, 10000 so'm. Mangallarni? Mangal bu 30000 so'm, kattasi 35000 so'm. Buni oyoqi bormi? Ichki chiqadi buni. Qani? Necha so'm deding buni? 30000 so'm. 30.000 so'm ha? Qaytib beramiz. Qashqash paradi. Kelsangiz yana hozir sezon-ku mayok sezon. Shunga hisobi narsalar. Necha so'm bular? Setga 50000 so'm, baliqniki. Go'sht qo'ysansan bo'ladi. 45 etib beramiz. Bunisi 75, 70 ga beraman. 2 kilo go'sht tutadi. Mashalloh. Xo'p, orqadagi narsalar. Maliklarimiz bor, bular 40000 so'm. 40000 so'm etib bular. beramiz. Go'shtga emas, tekshirib berasizlar. Kraniklar ham yaxshidan ishlangan. Qolmaydi. Pesh o'choqlarimiz bor. Bu 5 kiloluk qazana bo'ladi, 3 kiloluk qo'ysangiz ham bo'ladi. Razmerli. 150.000 so'm. Bunda qalin damirdan ishlangani bor. Bu 180.000 so'm qalin damirli. Bu hozir narsa masalan yozda arzonroq bo'lib, qishda qimmatroq ham bo'lishi mumkinmi bahasi? Yo'q. Narsa narsa damiri bir bo'ladi, uni bahasi. Senasi bahasi o'zgarmaydi buning. Ha, o'zgarmaydi ha? Nima bu tunchalar nima bular? Tunchalarimiz bilan 10.000 so'mdan beramiz. 10.000 so'm mana. Shifr material zanglamaydi. Yana Ashtaxtalarimiz bor. 55.000 so'mligi bor, 80.000 so'mligi bor, 120.000 so'mligi bor. Bular katta kichikligini materialning qalinligiga qarab bahasi. Ha, shunday ha. Qasalarimiz bor, 55.000 so'mdan. 55.000 so'mdan qasalar ha? Beramiz. So'ng o'qlovlarimiz bor, 15.000 so'm, bular ham qaytib beramiz. Bileklarimiz bor, 10.000 so'm, 10.000 so'm, 15.000 so'm ha? Pichoqlarimiz bor, 3.000 so'mdan boshlaydi pichoqlarimiz. Yana bo'ldi. 35.000 so'mdan pichoq bor. Bu yerda o'roq, bel, katman hamma narsadan bor. Yana bu narsalar poltayoqlar. Poltayoq 15.000 so'm. 15.000 so'm mana. Yana bu kepkillarni. Kepkirning 50.000 so'mligi bor, 55.000 so'mligi bor. Bu necha so'm shu? 50.000 so'm. 50.000 so'm ha? Uzuni bor, 55.000 so'm. Yana powerlari. Mashalloh, ajoyib. Kirkiravasana ila xizmat giravashunda shunday yonda o'tiribdi o'zi hunarmandlar. Ading nima edi? Adim Murat. Muratchan yana kelaverasizlar. Hamma narsa bor ekan. O'raqi, getmani, lopatchisi, kichkina getmanlar ham bor yana. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi bor ekan mana. Kichkina bel, o'raq, xo'p, yana kichkina getman, mana bu mola bo'ladigan narsalar, tayyorlari, bellani, lopatchilarning tayyorlari. Kattalar ham bor. Mana shundaylar ham bor ekan. To'g'ri kelaverasizlar. Zakaz etsalar Telefon nomeringni ayt, mo'j zakaz ham etishlari mumkin-ku. Nomering bormi ishlab turgan? 97lik 789 789 0348. 0348 Muratjon aka galasizlar. Yana xizmat kelavashda shuda o'tiribdi. Mayli, savdoga baraka. Mayli. Mashalloh.